Farg'ona tumani Oqton mahalla fuqarolar yig'ini, tuman hokimligi, mahalla ahli va keng jamoatchilik vakillari yangi qurib foydalanishga topshirilayotgan markaz binosi ochilishga yig'ildilar. Prezidentimizning tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashi evaziga mahallada yangi bino va inshootlar qurilib, ish o'rinlari yaratilayotganligi natijasida kambag'allik darajasi qisqarayotganligi alohida ta'kidlab o'tildi. Markaz bunyodkorlari ishlariga omad tilandi. Ramziy tasma qirqilib, tadbir ishtirokchilari yaratilgan sharoitlar bilan tanishdilar. Poyoniga yetib borayotgan bu yo'limiz albatta bizni mahalla uchun juda bir quvonchli keldi. Sababi mana siz ko'rib turgan shu bino eski tashlandiq joy edi. Mana shu yerga mana shu prezidentning tashabbuslari bilan tadbirkorlarga berilayotgan e'tibori natijasida mana shu shunaqangi bir chiroyli koshona, 2 qavatli chiroyli bino, ko'rkam shinamxona mana barpo qilindi. Mana bu yerda bugungi kunda barcha sharoitlar yaratilgan. Ayniqsa biz nuroniylarga, nimaki, mana shu yerdagi 2-qavat xona nuroniylarga berildi. Ya'ni bu yerda biz ma'naviy, ma'rifiy tadbirlar o'tkazishimizga bizga sharoit bo'ldi. Oldin bunday sharoitimiz yo'q edi. Tadbirkorlarimizni qo'llab kelayotgan prezidentimizga o'z tashakkurini bildiramiz. Ya'ni bular safi kengaysa, mana shu yerda ishchi o'rni yaratilyapti. Bu ham bo'lsa, mana shu aholini ish bilan ta'minlashga xizmat qilyapti. 2 qavatli bino 6 ta xona va bitta katta zaldan iborat. Yer to'lasida tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun imkoniyat yaratilgan. Zamonaviy usullarda bezatilgan va kerakli anjomlar bilan ta'minlangan. Muhtaram prezidentimiz oldimizga qo'ygan maqsadlardan biri yosh avlod ham kasb bilsin, ham til bilsin. Shu maqsadda biz bu binoda birinchi o'rinda xorijiy tillarni o'rganish bo'yicha kurslar tashkil qilganmiz. Ikkinchi maqsadimiz yosh avlodni, qizlarimizni oilaviy hayotga tayyorlash maqsadida pazandachilikni yo'lga qo'yganmiz. Hozirda 4 ta ishchi o'rni yaratganmiz. Ayollar salomatligini yo'lga qo'yish maqsadida fitness klublar tashkil qilganmiz. Kelajakda bu binoni kengaytirib, ishlab chiqarish, hunarmandchilikni, atlas adras to'qishni yo'lga qo'yish niyatimiz bor. Bino foydalanishga topshirilishi munosabati bilan milliy udumlarimizga xos ravishda tadbir ishtirokchilari uchun bir piyola choy tashkil etildi. Dasturxonga osh tortildi. Qo'llar duoga ochilib, yurtga tinchlik, xotirjamlik, mahalla obodligi, aholi turmush farovonligi yo'lida fidoyilik ko'rsatayotgan tadbirkorlar ishlariga omad tilandi.